Nima deysiz aka? Mashina zo'r, yetkazib olib borish ham zo'r. Xudo xolasa. O'sha 3-4 martalab nimada poyezdda ham yurganmiz. Poyezddan kam joyi yo'q. Bemalol qitir yo'q. Xudo xolasa. Necha pul berdingiz aka? To'g'risini ayting. 850 ming so'm. Bir teng oshiqcha pul bermadingiz. 850 ming berdingiz. Atak bermaysiz ham oshiqcha pul. Bermayman. Aka-ukalar Toshkentdan Moskvaga chiqadi. Bo'ldi. Toshkentdan Moskvaga chiqayotgan avtobusimiz qonuniy davlat avtobuslari. Kimda kim ketish istagida bo'lsa, bemalol telefon qilib ketishingiz mumkin. Er-xotin bolaliklar mana oldidan joylashtirib boramiz. Bemalol telefon qilib messengerlarni bron qilinglar akalar. Mana pasatkamiz boshlandi. Xudo xolasa qo'yliqdan chiqyapti akalar. Faqat qonuniy davlat avtobuslari ketishlarni tavsiya qilamiz. Xudo xolasa mana avtobusimiz tamojiga yaqinlashdi akalar. Avtobuslar bu davlat avtobuslar очередda turmaydi. Bemalol mana kirib ketadi, bez очередь. Mana primoy mana tamojiga qarab bez очередь haydab boryapti. Bu yoqda esa mana liskovoylar очередь bilan kirib keladi, avtobus esa bez очередь. Akalar kimda kim davlat avtobuslarida ketish istagida bo'lsa, bemalol telefon qila olasizlar. Nomerlarimiz ekranda bo'ladi akalar. Mana tamojiga yaqinlashib, Qoplonbek tamojidamiz. Xudo xolasa mana keldik. Tamojiga yetib keldik. Amaki qaranglar, bitta duo qilib bering. Ilohim, hech